Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarga o'renchi belgisi qanday qilib ko'riladi e-davlatdan uni ko'rsatib o'tmoqchiman. E-davlat ochib olamiz. E-davlatingiz bo'lmasa, istagan sizga yaqin PTT shubasidan e-davlat shifrasi olib e-davlat ochamiz. Girish yopib, bu yerda e-davlat shifrasini kiramiz. Girish yapamiz. Bu yerda bizda shunday bir ekran qarshilaydi. Bu yerdan arama butoniga bosib, bu yerdan o'renchi belgisi deb yozamiz. O'renchi belgi so'rg'ulama shunga bosamiz. Demak, bu yerda bizda men Istanbul Esenyurt yurt universitetida o'qiyman. Bu yerda sizda qaysi bo'limga o'qishingiz va belgi olishtirga bosamiz. Belgi olishtirga bosib, bu yerdan PDF dosyasini ochishga bosib, u yerdan o'renchi belgini chiqaramiz. Men boshqa o'renchi belgisi qo'yaman va o'renchi belgi haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'rtoqlar, xuddi shunday o'renchi belgisi chiqadi. PDFni ochganingizdan keyin bu yerdan siz nimani kontrol qilishingiz kerak bo'ladi? Birinchi navbatda o'renchilik durumi aktiv o'renchi deyilgan bu yerga. Siz agar passiv bo'lsangiz, universitetning uluslararası ofisiga kirib, passiv o'renchi bo'lish sababini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Может, sizda burjingiz bordir. Может, sizda darsingiz boshlanmagandir. Buni aktiv qildirib olishingiz kerak bo'ladi. Keyingi videoyimda Istanbul kart qanday olinadi uni o'rgataman. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosishni unutmaysizlar. Sog' salomat bo'linglar.